أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Bizdeki hazır başlayan dersimiz aldığımız dersteki devamım oldu. Munyatul Musalli ve Gunyatul Muktedi degan kitobni o'qishni davomlashtiramiz. Oldingi darsimizda shu kitobniki xutbasini, ya'ni muqaddimasini o'qigan bo'ldik. O kitobning o'zini kim yozgan, nalik odam yozgan, qanday yili o'tgan, bu kitob nima mazmunda to'xtaladi deganidek, mana mush mazmunda nima qildik, uni to'xtaldik. Endi bu kitobniki asos maqsadigacha o'tdik endi. Asos maqsadiga nima qildik? O'tdik. Endi oldingi darsimizda bu kitobning o'zini Munyatul Musalli va Gunyatul Mubtadi deb mushta nima qildim, men ism qo'ydim deb mushtachu degandik. Degandan hozir o kitobniki muqaddimasi va uniki kirish so'z shu oldingi darsimiz tugadi. Hozir asos maqsadga keldik. Kitobi tahorati. Bu tahorat elishniki kitobidir deydi endi. Endi tahorat elish. Ya'ni bu kitobi tahorati degan gap haza yoki hazihi degan gap bo'ladi. O'changizda mutlay mahzub. Uniki xabari bo'lgan kitobi tahorati muzob-muzoblay nima xabar? Kitobu degan ana bu pash o'qildi, at-tahorat muzoblay zir o'qildi. Muzob-muzoblay nima deymiz uni? Xabar deymiz. Unda o'ndikin bu, ya'ni bundaki demoqchi bo'lgan mazmun nima degan gap? Tahorat elishniki ustida to'xtalamiz. Tahorat elishniki mana uniki ishi nereden boshlandi? Nima uchun tahorat olamiz? Tahorat olgandan keyin buni nima qilamiz? Uniki ishidagi farz, sunnat, mustahablarniki o'zi nima? Bu nima uchun tahorat olamiz? Diğerinin üstüde çoğu Bolu'dan töven keliminin yüzüde. Hem de onunki yine mukaddemesi çıkarıp taharetninki üzerine neyim için aldığallarımızın üzerine. Mene onu bir mezgul, onunki namazın üstü toxtulup, onu dikin andaki taharetnin üstüde neyim kulu da toxtuludu. O hadikin taharet digen neyim diyen gep. Taharetun diyen gep tavura yattuhuru taharetten töhren deydi, yani neyim kıldı? Pakiz boldi diyen neyim de oludu, meniydi çok boludu. Buniki lügat ma'nosi nima? Pokiz, tahirun deb kelsa nima qilamiz, ya'ni pokiz degan gap bo'ladi. To'g'ri degan nima degan gap? Ana ayollarning odat ko'rgandek pokiz bo'lgan ishniki o'zini nima deydi? Uni to'g'ri deydi endi. Ya'ni pokiz, ya'ni nima? Toza, bu hech qanday nima arilish paskinas arishib qolgan sap degan cho'q gap cho'q bo'ladi. Endi tahorat. Endi buniki lug'at ma'nosi nima? Musho. Buniki lug'at ma'nosi nima? Ashu. Ammo buniki istiloh ma'nosi. Ya'ni islom dinimizda tahorat oldi desa nimani ko'rsatadi? Tahorat oldi degan gapning o'zi islom dinimizda, mana islom dinimizda muayyan bir qancha qiliqdan iborat bo'lgan. Shu qiliqning o'zini qavvaqtida o shart tepilsa, shu Qur'on hadisi deyilgan, shunga asosan qilgan bir qancha muayyan nimalar va ishlar bor. Shu ishlar ham uniki bir qancha shartlar bor. Shu narsa kerakning o'zi vujud kelsa, anidan buniki umumisi nima deymiz? Uni tahorat shu deymiz. Endi tahoratniki lug'at ma'nosi pokiz bo'lish. Endi shu tahoratning ichidagi mana qo'lni yuvish, og'zini yuvish, yuzini yuvish, putini yuvish, bilakni yuvish degan gapning o'zi bu nima? O pokizlik qani. Pokizlikdan iborat bo'lgan narsani cho'qildi. Buning ichida bir qancha nimalar bor, poki a'zolar bor. Shuniki tarkib topgan holatda bo'lgan bo'lsa, undagi bu tahorat elish bo'lgan bo'ladi. Bu nima deymiz? Uni tahorat deymiz. Pokiz bo'lish degan nimada? Endi lug'at ma'nosi pokiz bo'lishga hamma narsa qanday bo'lsa bir ish qilib, bir narsa qilsa pokiz bo'lgan bo'ladi.
Endi bu yerda pokiz bo'lish degan asl lug'at ma'nosi bizning Uyg'ur tilida. Buni andikin bizniki arab tilidan tahoratni aynan bizning Uyg'ur tiliga qabul qilib, tahorat epto degan gap, ya'ni bizning urf odatdami, ya'ni muayyan bir qadahni bu odam qilibdi, unidagi bir ishni qiladi ekan, ya'ni namoz o'qiydi ekan deganni nima qildi, u bildirdi. Endi tahorat degan nima? Ikki xil. Birisi endi mayatga tahoratning o'zi. Bu nima? Tahorat degan gapning o'zi bu ma'naviy. Asl nijosat deganni qancha bo'ladi? Ikki xil bo'ladi. Birisi hissiy nijosat. Yana birisi nima? Ma'naviy nijosat. Endi hissiy nijosat degan, ya'ni uningki o'zining o'zimizga ko'zi bilan ko'rgil bo'ladigan, qo'l bilan tutqul bo'ladigan mushundaq naskarahninki o'zi nima u? Buni nima deymiz uni? Paskina. Shu deymiz. Bu nijosat, ya'ni bu arabcha gap paskina. Meynat degan çok gap bo'ladi. Masalan, insonniki oldi oqida chiqqan, hayvonotlarniki oldi oqida chiqqan. Men mush naskarniki hammasi nijosati hissiy. Ya'ni buni so'zni ko'rib, ko'zimiz ko'rib, qo'limiz tutib qila olamiz uni, uncha uqalaymiz. Endi buni pokiz qilishda jazman uniki nimiz ketadi, suv. Uni ayrim deyiladi. Yana bir nima var? Yana bir paski nijosatlik var. Bu nijosatning o'zi urf-odat nijosat emas. Lekin shar'iy tarafda bundaq vaqt o'zida u nima uni shu naskarahning o'zi ma'lum insonning o'zi, ya'ni shu ma'lum ibodatni qilmoqchi bo'lsa, uni uchun qilmas bo'lmaydi. U qavi ma'naviy nijosat. U qavi namoz o'qigan vaqt o'zida tahorat olmaslik. Shuningdek, mana har ayol bir yer kelgan vaqtida har ikkalisiga junub bo'lish. Shuningdek, mana gunohning o'zi, gunoh qilib qolsa, o'chamizda nim bo'ladi? Gunohning o'zini biz ko'rmaymiz, u qiliq. Uniki ta'siri o'zi gunoh degan bilan qop-qora narsa, u undaq qildi, mundaq qildi deydi. Bu ma'naviy nima? Paskina. Ma'naviy paskinlik o'zi bu nima u? Mana buniki o'zida nima qilish kerak? U pokizcha bo'lish kerak. Unda o'ndikin ikki narsa paskin bo'ldimi? Paskin bo'lgandan keyin mana bu tahorat degan gap ham hissiy, hem ma'ni, hem ma'naviy, her ikkilisinin o'zini nima deydi, uni pokiz nima qilish, pokiz qilish kerak deydi. Endi hissiy degan nima? Hissiy degan gapning o'zi ana oldi odamniki mana nima qilish kerak, mana kiyim-kechak, namoz o'qiydigan kiyim-kechiga, badani, shuningdek namoz o'qiydigan joyning o'zi nima bo'lish kerak, yana pokiz bo'lish kerak. Bu hissiy narsa uchun pokiz bo'lish kerak. Yana birisi ma'naviy bo'lgan nima paskini var. U qavi namoz o'qigan vaqti o'zida u kishiniki oldida ta'rif yo'q bo'lgan bo'lsa, yo junub bo'lgan bo'lsa, bu ma'naviy nima bo'ladi? Mana buningdimi nima bo'lish kerak? Bu tahoratning o'zi, mana bu olgan tahoratning o'zi bizning olgan tahoratimiz o'zi ham hissiy, ham ma'naviy, har ikkilisiga nimasi bor, ta'sirchi bor. Shuningdek payg'ambar alayhisolatu vasallam mushtaq bo'lgan uchun mana ash tahorat olgan vaqtida tahorat olgan odamniki ash qo'lidan qandaqki tamsil qilnisi var. Şundaq narsa en oxirgi so'zdan ay vujudidagi narsa nima qildi bu? U narsa shu pastki narsa chiqadi degan mazmunda gunohdan qandaqki bir odamniki uyiniki oldidan mana bir eri qo'ygan bo'lsa daryo kunda 5 vaqt suv tushgan bo'lsa, u odam qandaq bo'ldi dedi sahobalar. Voy ish qanday pastki narsa shu qolmaydi debdi. Dedi. Degandek unda qo'yganki namoz o'qib tarat ep oshta qilsa, men mushundaq pokiz bo'ladi deb uni qildi, uni ko'rsatdi. Ya'ni demak, mana tahoratningki o'zi islom dinimizda qandaqki pastki narsa ashu hissiy narsa pokiz qilgandek, ham ma'naviy narsalarning o'zini nima qiladi, uni pokizcha qiladi. Unda o'ndikin namoz o'qimoqchi bo'lgan men odamning o'zi ham hissiy, ham ma'naviy. Chunki islom dinimiz mana namoz o'qimoqchi bo'lgan odam balog'atga yetgandan keyin shu odamniki badanniki hamma yeri u odamga nisbatan u namoz o'qish loyiq emas. Unda o'ndikin namoz o'qigan vaqtida butun badanning hammani yuvib qanday qilishni bu haraj bo'ladi deb Alloh taolo nimaga? Alloh taolo insonlarniki tarat olgan vaqtida insonniki badanniki ichidan muayyan a'zoning o'zini mana uni yuvishga nima qildi? Paskinya deb uni chu baketdi. Bu bo'lsa bizniki mesela kolumuzni yuduk, biligimizni yuduk, yüzümüzni yuduk, putumuzni yuduk. U yerda biz ko'radigan bir narsa yo'q paskana. Lekin shar'iyda u yer nima dedi uni? Endi bu yerdagi paskin narsaning o'zida asli hech qanday aql bo'yicha tarassunsamiz
va singib ketib badanga desak, hamma yer singib ketsa bo'ladi. Undaq demak shar'iyda nima dedi? Qur'onda Alloh taolo yuzingni, qo'lingni, putingni yumla dedi. Yumla degandan keyin u pastki narsa kerakni o'zi bu qolgan badanga bormay, bu shu belakka, yuzga, putqa, boshqa bundaq berishning o'zi g'ayri ma'qul. Aqlimiz bo'yicha ko'rsak, bu nima ish bu? Bu undaq pastki odamimiz bu adam oldi aqli chiqqan narsa bu badam atrofga mushaddad qilish kerak bu aql degan gapni o'zidan. Unda o'zgan badanning eng yiroq joyi bo'lgan qo'lni, putni, boshni, yuzni yuydiganmiz deydigan bunday ish qildi. Shunga bu g'ayri ma'qul. Ya'ni bu ibodatning o'zi ta'abbudiy. Nima uchun biligimizni yuyamiz? Nima uchun qo'sqimizni yumaymiz? Chunki biz bo'lsa farqi. Mana mushan yuyishning o'zi bu hukmga amal qilishning o'zindaymiz uni ta'abbudiy. Alloh taolo mushtaq nima qildi buni? Buyurdi. Buyurgandiki buniki nima uchun undaq ekanligini inson o'ziniki aql bilan nima qilolmaydi uni, bu uni uchun bilolmaydi. Bilolmagandiki biz banda bo'lish e'tibori bilan, qul bo'lish e'tibori bilan, bizniki islom dinimiz ahkominiki hammasi unday emas. Ma'lum ibodatning o'zi, ma'lum ibodat, ta'limot, ahkomning o'zi ashtaq nima g'ayri ma'qul. Ya'ni adam aql ishlamaydi. U nima deganda uqolmaydi. Uni undaqchani nima bo'lgandiki bu adamniki o'ziga jazman Allohga qulchilikni iborat qilgan, qulchi qilishni iborat bo'lgan bu narsa qilish. Mening aqlim, sizning aqlingiz hamma narsa ishlaydigan undaq bir narsa, mutlaq bir narsa bilgan narsa emas. Uni bilmaydigan mushtaq bir narsa bor, nima narsa bor. Buni nima qilish, uqtirish. Unida bo'lgandiki shunday bir ma'naviy nijosatning o'zi, mana nijosatning o'zi yuzimizda, qo'limizda, putimizda qilishning o'zi g'ayri ma'qul. Bu nima? Ma'naviy nijosat. Açtı su düşsek aşağıdaki nesli çıkarttı. Çok boludu. Yani bu nime? Taharetli pakisi çok boğumludu. Hoş. Taharet yani diyorum nime şu. Hem de deydim Adem. İ'lem enne salate feridetun sabidetun fil kitabi ve sünneti ve icmail ümmeti deydemdi. Bu taharet erişlik gelse kitabı taharet yapıp kalgan fıkıh kitaplarını gidip aşı taharetin persi töttür, sünneti mançıdır, mustahap mançıdır demezsen bu yerde taharetin kitabı devetip anındaki namazın gibi kıldı. Bu namazın gibi ama yerde bir sayfa ve iki sayfa kılışın üzerine taharetki nime mukaddem. Nimişi taharet alırız. Muşuk sebebindeydi madem. Bu nime Muhammed yani Kaşgari olan bizim Uygur. Ninki işi çıkan bizdeki vetellik olan nime Adem. Yani ait ubdan kitap yazgı Adem. Hem de bunda biz aldığımız okuyan mesela Muhsir Kaid değil, Şerhu Kaid değil, Hidayi değil, mesela Kudri değil, onun başka El-İhtiyar değil. Bunun udakti neydi? Ama ma kitap ma Adem, yani Muhammed diye Kaşgarlık Adem, ma şu 700 yıllık 600 yıl 700 yıl aldı bu kitap yaptı gel. Şu bu kitabın üzerine ait bak insanların arızda bak mahkumcuk görülgen. Hem de mağdur mukaddim kuadru taharet erişirken niçin taharet alımız ise manda değil. Bilgil her mümin Müslüman ayan. Şunu bilgil ki cezmen namaz perzdir. Namaz nime? Perz. Perz diyen nime? Perz diyen gapın üzeri Allah Teala tarafından muayyen ölçem kılıp bekitilgen, yani mukadder yani ölçem kılıp muayyen ölçüm var. Kandaki niminiki endizininki, kandaki kalipninki üzü endim boğandek, ölçem boğandek millimetre ayızlık mayısıkçı bozup olmaydı yani. Kalipnin üzü. Anda o anki ölçem bekitilgen neyse. Anda o anki namazın üzü Allah Teala tarafından, şer'i tarafından nime kılgan ölçem kılıp bekitilgen bir ibadettir. Kandak ölçem kılıp bekitti Allah Teala, yani namazın içinde kancı deymiz, altıdan rukun deymiz. Unudaki bir kancıdan vacip deymiz. Unudaki çoğun bir kancı sünnet var deymiz. Musab iştava deymiz. Benim onun için altıdan perziki hemmisi kayısı vaktinde kayadı kılımız. Kancılık kılımız, nimi kılımız, nimi okuyumuz. Şundak vacip olan emeller şu, hem sünnet olan emeller şu. Bunu anladık ki İslam'daki şeriatı arkalık bunu muayyen ölçem kılıp nimi kılan gap onu beketken gap. Beketken diken şu eğer perz olan neskerahın üzerine aşı namazın içindeki bir perzin yüzü bu adam terk etiyotkanmaz namaz olmaydı. Neymiş kan? Çünkü Allah Teala namazınki yüzüne 6 tane rukunuyla nim kıldı, türüfle toxtuğa adet kıldı. Kaldaki bir tane rukunun yüzü yokap kesse uçup bulmaydı. Bulmagan diken
bu şer'i tarafdan yani 6 dersini undaki vacip. Eğer vacipni kılamay qilib qolgan bo'lsa, o adam namaz o'qib o'qish o yod kechgan bo'lsa, sahih bo'ladi. Eğer o adam o'zi sunnatni tark etib qolgan bo'lsa, nima bo'ladi? O adam o'zi savob kam bo'ladi. Musabning qismi uchun shundoq bo'ladi. Mana buni mushu hadis shariat orqali muayyan bir o'lcham bilan her bir ibadet, her bir hareketin o'zini muayyan belirtilgan nimadir o ibadettir. Nimadir ibadettir. Hem buniki farz ekanligi sabitdir. Yani nimadir mustahkam belirtilgidir. Nima bilan? Kitap bilan. Kitap nima? Qur'oni Karim bilan. Qur'oni Karim bilan bu namozdagi farz ekanligi mana Qur'oni Karim bilan nima bo'ldi? Sabit bo'ldi. Qur'oni bilan muqimlashdi. Qur'oni Karim bilan nima qildi? Muqimlashdi. Endi Qur'oni Karimda muqimlashdi. Shuningdek ikkinchisi Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellem'niki sünneti bilan muqimlashdi. Üçüncüden icmai ümmet. Yani ümmet degan hep icma ümmet degan. Yani bütün Müslümanlarniki işidi çıkan, ehli ilm deyotgan, ehli hil ve aqd deyotgan. Yani Müslümanların ümmetin hemisi emas, o adetken emas. Yani ümmetin işidi çıkan, ümmetniki işini kıla alaydigan, mujtahid derecalik bir ümmetin işini birisi yeshib, uniki ehli hil ve aqd degan gap. Yani açta müşkil iş olan bolsa bunu yeshib, mantaqıl deydigan gap. Eğer bu işin o'zi qanday qilamiz ekan, buni uni qilsan deydigan xususiyatga ega bo'lgan nima aqdan. Xususiyatga ega bo'lgan nima? Ahli ilmi. Mujtahid olimlar, katta olimlarniki birlik kelishi bilan mana namozdagi farz ekanligini bo'ldi, muqimlashqanchodir deydi. Endi Qur'on bilan farz namozniki farz ekanligi namoz. İslam dinimizde namaz deb kelsa nima bo'ladi? Namaz deb kelsa, İslam dinimizde namaz deb mushundaq kelgan vaqtida bu asli buniki lug'at bilan duo dedik. Yani shunga elaki kitobni o'qiyapti va salatu vassalam ala rasul degan u yerda namoz demaymiz, u yerda duo deymiz. Endi shariatda mushundaq namoz deb kelsa arabning o'zida nima bo'ladi? Uniki shar'iy lug'at ma'nosi, ya'ni shar'iy ma'nosi bir adam balog'at yetgandan keyin u odamniki 24 soatning ichida ma'lum harakat qiliqlarni qilish orqali shar'iy tarafdan bekitilgan shu narsalarning o'zi 5 qatim 24 soatning ichida 5 qatim ado qildigan narsa nima bo'ladi? O namozchi bo'ladi. Mana uni bundoq emas. Shar'iy tarafdan, ya'ni Qur'on hadis orqali namozni qanday o'qiysiz hammani nima qildi? Bekitildi. Bekitganki namoz degan gap mana bir odamniki, ya'ni 5 vaqt namozning o'zini, masalan 2 rakat, 4 rakat, 3 rakat, undan boshqa ruku sayda degandek hammani bekitganim bor, mushu shakldagi bir xususiyat, bir ibodat bor. Men mushu narsaning o'zini bir kecha 5 qatim o'qiydi 5 vaqtda. Buning deymiz uni islom dinimiz namoz deymiz. Men mushu namozning ekanligi 5 vaqt namoz deylamdi. Bu Qur'oni Karim bilan Payg'ambar sallallohu sunnati bilan va ijmo ummatlarning bo'ldi, sabit bo'ldi deydi. Xo'sh, ammal kitobi faqawluhu ta'ala va aqimus salata va qawluhu ta'ala va qumu lillahi qanitin va qawluhu ta'ala hafizu ala salavati va salatul wusta va qawluhu ta'ala fesubhanallah hina tumsuna ve hina tusbihun ve lahul hamdu bis semavati vel ard ve aşiyen ve hina tudhirun ve kavlu ta'ala inna salate kânet alel mu'minina kitaben mevkuten ey ferden muakkaten. Yani biz yukarıda namazdaki mukim farz ekanligini bekitganning o'zi nima bilan muqimlashtirdi? Kitap bilan, yani Qur'oni Karim bilan. Endi Qur'oni Karimda Qur'oni Karim shular deb qo'yish emas, Qur'oni Karimda qaysi oyat? Men 5 vaqt namoz bor. 5 vaqt namozning o'zidagi har bir vaqt namozning o'zini Qur'oni Karimdagi oyatning o'zicha bu ya'ni nima qildi? Uqtirdi. Mana u Qur'oni Karimdagi birinchi oyat va aqimus salata va atuz zakata dedi. Alloh taolo nima dedi? Namozni turg'izinglar dedi. Namozni turg'izinglar degan nima bu? Amr. Amr bo'lgandagi Qur'oni Karimdagi degan buyruq u nimani bildirdi? Farzni bildirdi. U farzni bildirib har qanday bir aql ho'shi joyida bo'lgan inson balog'at yetgandan keyin o'lgan qadar men mush namozni nima qilish kerak? Uni turg'izish kerak. Buni nima qilish kerak? Turg'izish kerak. Uni qilib qat'iy bo'lmaydi.
Buni persi keldik şu aqimu degan emirden şu nim qildi deymiz, chiqdi deymiz. Endi aqimu degan gap, endi bu yer sallu demay aqimu deydi. Nima uchun aqimu deydi? Aqama yuqimu iqamata degan gap. Qama yaqum degan turdi degan gap. Aqama yuqimu degan to'g'iz degan gap. To'g'iz nima bo'ldi? Ya'ni bir narsaning o'zi bir xil odat bo'lgan bo'lsa, u yoki yetib olgan yoki o'ltirganda bir yoki mudaq odat bo'lgan bo'lsa, uni ichidagi bütün bir narsalarning hammani qilishga arab mudaq vujudga chiqqan bo'lsa, arab tilida deydi uni iqomat deydi. Ve bu ayda bu işin üzerine resmi to'xtatdi. Resmi nima qildi bu ayda bu işin üzerine resmi to'xtatdi, vujud açık degan gap. Unda bo'lganki, mayadiki va aqim salat degan gap, namozni turg'izona degan gap. Yani şeriat tarafının üzerinden namozdagi farz, vacib, sünnet, müştaq ahkamlar var. Mana tarmoqlar var. Men mushni o'z joyida qilib, hech qanday o'zi qilmay, ashunda qilib joyida o'qib namozingizni 5 qatim mushtaqcha qilinglar gapning o'zi va aqimu degan gapni nima qilib bu yerda chiqdi. Unda bo'lgan mush oyatga asosan namozni bütün rukunlari, vacib, sünnet, mustahabni to'liq bir shaklda o'qishimiz uchun kerak. Buning uchun bu oyat nima qildi bu yerda? Bu oyatni o'qitdi. Ammo bu oyat musannif mushu oyat birini o'qitgan bo'lsa, lekin Qur'oni Karimda mushundaq deyotgan oyatni bir qonisi var. Bu yerda qolgani demay, ma oyatning o'zini deyishi bu bir oyatni o'qib kifoya qilish uchun bo'ladi deb shunday keltirdik. Ikkinchi, Alloh taolo yana shunday dedi. Va qumu lillahi qanitin dedi. Sizlar turinglar ey mo'min musulmonlar, Alloh uchun qoyim bo'lgan holatda. Ya'ni qoyim bo'lgan holatda. Ya'ni qoyim bo'lgan holatda degan gap, ya'ni namoz o'qiyman deb qiyam bo'lgan holatda Alloh uchun o'rtiringlar. Ya'ni namozning o'zini namoz o'qiyman deb qivam deydi, bir narsa asos. Narsa mushtaqning vujudga chiqadigan asos bir narsa var. Yani siz namoz o'qigan vaqtingiz Alloh uchun namozning o'zini vujudga chiqadigan yani oyoz hozir deganimizdek, uning farz, rukun, vacib sunat. Osh narsalarning uchiq oshkora mushtaqcha qiling. Shundoq qilmasangiz namozchi bo'lmaydi degan gap. Yani biz bir tarjima qilishni deymiz. Ha namoz o'qinglar deymiz. Bu oddiy bo'lib qoladi. Ammo ma arab tilidagi har bir kalimaga ashta deyishdiki nima alohida hikmat, alohida nima var bunida nuqtacha bor. 3-oyat. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de hafizu ele salavati ve salatul vusta dedi. Şimdi bu yerden de namazı okunlar dedi. Yeni birisi andiken Allah Teala'ga namaz ne raus kan halette turunlar dedi. Yani raus kırıp dendi. Rukunun şu cayda, vacibin cayda, sünnet, musabın cayda, namazı öz vakti okuştuk ibaret olan muşnet caycı müştak kılınlar diyince. Bunda var bu namaz kança. Bu kança olur bu namaz. Mayada ayette hem de namaz dediyse bir olsun buludu. Dedi ki bu ayet nimdeyden de Allah Teala hafizu ele salavati ve salatu musta. Sıra ey mümin Müslümanlar namazlarını okuşka devamlaştırırlar. Hafizu dediğin gap davimu davame yudavi mudaveten davimu diyen ne buludu? Safiru diyen de şundak ne mu emir. Anda o anken hafizun davimu diyen gap. Yani sizler namazlarını okuşka devamlaştırırlar. Hem de namaz bir kata okup bir kata okumunda koymayın. Sizlerninki farz bo'lganda tortib, o'lgan qadar yoki uni da boshqa nimalar bormi bir qancha namoz ne bo'lgan. Men undaq emas, shu. Sizlar aql o'shim joyda o'lgan qadar namozni o'qishni, namozlarni deydi. Namozlarni o'qishni davomlashtiringlar dedi. Unda bo'lgandan bu yerdagi salovat degan nima degan gap? Salatunniki jam'isi. Salatun mufrad, salavatu degan jami. Unda bo'lganki bu oyatda chiqadiki, namoz bir emas ekan. Bir qancha ekan degan gapni chiqadi. Yana uni boshqa, yana namozni o'qishni, namozlarni o'qishni davomlashtirgan ekan va bu o'ttir namozni. Ya'ni o'ttir degan namoz qavm, ya'ni bir narsa kerakniki o'ttir bo'lsa ikki taraf bo'ladi. Ikki taraf bo'lgandan keyin uniki ikki tarafidagi o'ttirsi nima bo'ladi o'chanizda o'ttirsi bo'ladi. Unda uni 5 bo'lgandan keyin 5 vaqt desak, 5niki mana men qo'limizga qarsak 5. 5niki o'ttirsi nima? Mal. Hem de bunun da manulen ma ikisinin yüzü manu başlanmaydı. Bunda olan ki ma ikisinin yüzü manulen koşup bandık biz sandı yüz yalnız kes sandımeyimiz. Bunda olan ki manu askerinin yüzü maya kega vakti de anın değil ki bu ne buludu o andaki manu yeni doludu manu yeni doludu. Bu olan ki uçağınızda
Yani demek men muş ayetga asosan bu yerda 5 vaqt namozni ikkadagi mujmal nim qildi bu yerda azroq tarafni uqtdi. Ya'ni namoz 1 2 yo 3 emas ekan. Ya uni jiqaroq ekan deganlik nim qildi bu yerda uqtdi. 3-oyat, 4-oyat. Alloh taolo shunday dedi. Fasubhanallohi hina tumsuna va hina tusbihun va lahul hamdu bis samawati val ard va ayshiyan va hina tudirun. Deb Alloh taolo mushtaqchi dedi. Alloh taologa mana Allah Teala her kandak vaktimizde her kandak eyip noksandan nemidir o paktır. Ben Allah'ın nim kılımam, paklayman Allah'ın nim kılınla, paklana. Kaysı vaktimizde hayna tutsun. Keşkur ka vaktimizde. Vayna tusbihun ve ettigen ka vaktimizde. Yani ettigen boğa vaktimizde. Mene mundakçı dedi. Diyen deyken hem de keşkurun dedi. En birisi ettigen dedi. Anda o an diken hayna tutsun bilen tusbihun ettigen degan gap bamdat namazı. Ma gap ayetler düştü. Sağ ne oldu bu yerden? Perz oldu. Tumsuna degan gapning o'zi keşkurun degan gap keşkurun qanday bo'ldi? Yani kun o'ltirgandiki namoz shanbadan qutdan o'zicha buningda chiqqan bo'ldi. Yine ayette وَلَوْ الْحَمْدُ بِالسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ. Mine Allah Teala üçündür. Asman zeminde Allah üçündür. Bütün asman zemindeki barlık mevcudatı nispeten asman zemindeki nersin içinden hem de Allah'ın çok buludu. Asman zemin barlık hem de olan olsa bu kimlik Allah'ınki. Allah'a mensuptur. De müştakçı dedi. Yine ne dedi? Ve ayşiyen ve hayne tudirun. Ve şunu da keşkurun. Yani kun qarlıgan deyken değil. Kun qarlıgan deyken yani şu vakti boludu. Yani şu vakti yüzüde Allah hamd edip tesbih etmiş takılınlar. Onu deyken ve hayne tudirun. Ve ol bir vaktdeki kun qarlıdı. Yani şu oludu. Pişim boludu. Şu vakti yüzüde kılınlar. Men Allah'a ibadet kılıp zikir tesbih edip subhanallah deb men muştaqçuk kılınlar dedi. Anda o adiken muş ayette Kur'an-ı Kerim'deki 5 vakt namaz bamdat tusbihun tumsun degan gap nima? Namozshan. Uni dekin ayşiyen degan gap namoziga hayna tudhirun degan nima bo'ldi bu? Peshi namoz bo'ldi. Unda o'g'andiki 5 vakt namozning o'zi 5 qatimda o'qish, 5 qatim vaqtning o'zi degan bu 5 vakt namozning o'zi men mush oyat orqali nima bo'ldi deyman, sabit bo'ldi. Onun başka hafizu ele salavati ve salatul vusta degan mush oyat hem köp namaz ekanligini bildirdim. Ama köp ekanligini bildirsa bu qaysi köp hamdi 20-30 ming degan vaqtimizda men ma oyatning o'zi Alloh taolo shu oqshom ayatsi bo'lgan kunniki nimasini o'zgarib turgan mushudan 5 qatim 5 vaqtning gapini dedi. 5 qatim yani 5 narsaniki 5 qatim yani 5 qatim yani 5 vaqtning gapini dedi. Onda o andaki şu 5 yılaki köp okuduğun namaz muş 5 qatimning ichida bo'lishi kerak. Degan nima chiqdi? Degan gap chiqdi. Yeni bir sani dekin. Alloh taolo bu oyatda inna salata kanat alal mu'minina kitaben mawquta. Jazman namaz. Mana bu ism cins. Yani yuqoridagi bir qancha namozning iborat bo'lgan 5 vaqt 5 qatim shu yerda o'qidigan shu namozning o'zi mana bo'ldi bu namoz mu'min kishilarning o'ziga muayyan bir vaqtda o'qiladigan farz bo'ldi deydi. Xohlagan emas. Bamdatınız var, tang atqandan tortib kun chiqishlik, peshingacha kun qorligan tortib namozga kelishlik, namoz gelguncha namoz o'qiganda tortib kun o'ltirishlik, namoz shamniki men kun o'ltirgan tortib ma tarafda qizillik yo'qishlik, qizillik yo'qolib oq yoqqandan keyin tortib ta kun tuntangiz yoki tong atqishlik, bu ixtilof bor. Shu vaqtning o'zida mana har xutbanniki mushta namozi nima muayyan shoqdab bekitildi. Allah shunday beketdi. Mana namoz shu vaqtda o'qisiz, peshin nimani bandatni peshin mayada o'qiysiz, namozga ma vaqtda o'qiysiz, namozdan ma vaqtda o'qiysiz, mana xutban ma vaqtda o'qiysiz deb Alloh taolo mavqut muayyan bir vaqt nima qildi, uni uchun beketdi deydi. Ya'ni demak namozniki o'zi 5 bo'lgan yuqori oyat chiqqan bo'lsa, her bir namozniki muayyan bir vaqtniki o'qilganligini o'zini Alloh taolo nima qildi buni muayyan beketdi. Beketgandan buni andaki Muhammed Aleyhisselam'a hadis asosan meni aş namaz farz o'qigan vaqtda shu payg'ambar alayhisalom Miroj chiqqan vaqtida
Şu kelgenniki else andaki peygamber nima qildi? 5 vaqtdan. Endi namaz o'qigan, namoz farz o'qigan. Undan keyin u peygamber Allohga iltijo qilib, oxiri 5 kun tushdi. 5 kun tushgandan keyin, 5 kun tushgandan keyin, ondan keyin andik buni o'zgarmaydi deb Alloh shunday dedi. Degandan keyin men bakatdim 5 vaqtda o'qiysan deganga. Degandan keyin uni qarta andik aytsa, Jibril alayhissalom her namozniki boshliq vaqti o'zida kirib uni uchun o'qitdi. Buni imom bo'lib nima qildi? Payg'ambar namozni o'qib, imom bo'lib o'qitadi. İkinci günü her namazın en ahirki vaktinin üzerine kirip namaz okudu. Ondaki Cibril Aleyhisselam dedi ki Allah Teala sana farz kılan namazındaki her bir namazın vakti başlangıcı muşo, tüygencisi muşo dep nima qildi unuğa muştaqçı beketti. Bunun da hadisi var meşhur. Unda oğlanken 5 vakt namazın üzerine nait bek muhim Allah farz kılan hem o namazın üzerindeki her birini Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de başka hazırki betmezhep yedisi inkarcılığına var. Namaz 3'te. Nerede taptıysa namaz 3 geldiğine? Kur'an-ı Kerim'in şu ayeti tutsam ne? Birisi bu nimene? Tumsun. Mesa. Yine birisi mi? Sübhi. Yine birisi mi? İşa. Yine birisi mi? Dahire. Mene dahire deydi o. Unda degendikin bu yer 5 vaktin üzerine nima qildi bu yerda? Chiqqan bo'ldi. Chiqqan bo'lgandikin anda bo'lgankin namozning o'zi nima bo'ldi bu yerda? Parchu bo'ldi ekan. Endi tumsuna degandek faqat kashqurda degankin namoz bilan xuddi. Buning uchun nima qilgan? O'qtirdi. Yine birisi bu namazniki muayyen vaqtin üstü o'qishni payg'ambar Muhammad Alloh taolo Qur'oni Karimda shu baketdi. Nimishqa dedi? Nimishqa kitoban mavqutan. Shu namozni mana farz bakitildiki, farz bo'ldiki, u mavqut muayyen vaqt bakitildi dedi. Uni kaskemas o yelaka özünüz xiyal kelgancha o'qiydigan unda bir nima yo'q, ish yo'q dedi. Mana mush oyatniki sababidan namoz o'qishniki farz ekanligi yuqorida o'qilgan mush oyatlar nima bo'ldi? Sabit bo'ldi. Mana mushta bir oyat. Abomizlik oyatlar bor, bir qancha oyat keldi. Ammo sunnatlar vojib degan to'q, ammo sunnat kelsak, ammo sunnat anda bas anda bir emas turki rivoyat qildi payg'ambardan. Payg'ambar rivoyat qilgan narsa hadisi var. Shunga bir qancha hadis keldi. Shunda rivoyat qildiki, Cezir payg'ambar dedi. Buniyal islamu ala khamsin. Şahadeti en la ilahe illallah ve enne Muhammed abdu ve resulü. Ve ikamis salat ve ita'i zekat ve sum Ramazan ve haccül beyt ve nisa ile sebilen. Mene Peygamber şuna dedi. İslam dininin üzerine 5 kıl türünün üstügücü toxtuldu. İslam dini olan olsa onu yönettirdiğin 5 tane türü var deydi. Kandaki insandaki bedenini resmi bedende tüz tutturgan nima insanın ve vücudu ustqa. Bulup bu umurtqa şundaq ma yotimiz onun başka Allah'ta yo'q yaratgan nima var? Ustqalı var. Şu ustqanın özü anıdikin bu insandaki beden ekanligini vücudga açqadi. Eğer onu umurtqa sulib ketsa, mesela yot sulib ketibdi, ya bilik sulib ketgan bo'lsa, bu adam ne qılamaydı da mağamay ahsapçı bo'ldi. Yani demek İslam dinimizinki, yani insanın özü iki putunun üstü koyup mağandak, İslam dinimizdeki resmi İslam'dır farkının üstünde o görünüşün 5 kıl nesin üstü için kuruldu. Kurulgandıkın onun birisi neymi doğru? La ilahe illallah, Muhammedun la ilahe illallah, yine birisi yanındaki Muhammedun abduhu ve Resulü da guvalıkçı bir iş. Guvalık bir iş diyen gel, guva diyen köy diyen gel. Yani köygende bu adam işlengen ikelliki işin iş. Yani, bu diyen yapıldı. Bu guvalık bir mutlaka emez. Siz bana guvalık veralamsın, imde oldu. Guvalık veralamsın yani bu nesin üzerine resmi körüp aşağı ikkelliki siz makul demsiz diyen yapıldı. Bunda olanken Allah'ın başka hiç kanal bir ilah yok. Muhammed Aleyhisselam resmi Allah'ın belsi ve elçi diyenlikken aş kandaki közümüz binas köygende aşıda işlengen haletten aş gaybi aşıda manevi nesni hissi nesni köygende halet guvalık veriş gerek. Bu bir değil. Onu dikken andaki ikinci de namaz okuş, zakat veriş, roza tutuş ve Beytullah'ını hac kırış küçük adamca. Benim muşunun üstüge İslam dini nime kıldı? Kuruldu dedi. Kuruldu diyen yani demek bununki ikincisi nime dedi? Peygamber Sallam ikamet salat dedi. Benim ikamet salata bu üstü meşhur. Bunda olan ki muş yetisindeki cehdeden benim namazdaki perz ekenliğinin bolu demeyiz. Onu sabit oldu demeyiz. Benim yeni bir sandık Peygamber Sallam yeni bir hadisi likulli şeyin elemun diyen Peygamber Sallam nimesi var? Bir hadisi var.
Bu adamın imani es-salatu degan yedisi var. Her kanda bir narsa kerakniki özünün bir belgisi oldu. Adamın degan gap alamet yani belge degan gap. Her kanda bir narsa belgisi oldu. Mesela dünyada adet turmuş her kanda işin özüde zaten ve onunki bir belgisi oldu. Şu narsa şu ders kıptırılgan, başka dersin ağrıp durulgan bir nime var, belgisi var. Mesela her bir adam değil, her bir mesela bütün narsaların hemsi hem değişikliğimiz yok. Bunda yeni bir narsa ağrıp durulgan, bu emas, ba deydigan, aşta bir belgisi var. Unda olgan iken, deydi Peygamber. Unda olgan iken, imanniki belgisi namaz. İman degeni nima? Mevcut bir narsa. U nima? U odamning qalbida turadigan narsa. Buni bizchu bilolmaymiz. Faqat Allohchu biladi. Uning uchun haq bilolmaydigan narsa bo'lgandan keyin buniki iymoni bor ekanliginiki alomati va belgisi, uniki simvoli nima deydi u? Namoz. Namoz o'qigan qarab, ha, bu odamning qalbida iymon bor ekan, mo'minkan deymiz. Agar u odam namoz o'qimagan bo'lsa, bu odamning vujudida nima yo'q ekan, iymon yo'q ekan degan gap bo'ladi. Men mush yetishlik sababidan ig'ir mazmun yetish bo'lgandan keyin, endi bu yetishning o'zi ma odamning o'zi bu yetishning o'zi yoki sahih yoki nima emas. Ba'zida zaifning o'zi yetishning o'zini keltirdi, delil bo'lgandan keyin boshqa yetishni keltirsin bo'ldi. Buni keltirib qo'ydik hamdi. Hamdi unda olarken muşundak yani namazlık bir alaydı nemiken İslam dinimizdeki bir simbol iken. Nemiken ha bir alamet belge iken. Onda olarken İslam dinimiz fakat nememez o namaz yemez. Namaz okuyuşlar zat o namazı okuyuşu mecburiyet o simbol. Sizdeki vücudunuzdaki imanı bildiren simbol. Unutun başka naicik ders şu gerek var. Bulup mu ahlak, muamelen muş işin üzeri naitibet bulup bu hazır devrin üzerinde bu bek muhim. Bu nime? Bu muhim. Ben namazı koydum, kağa iş, bunda iş yok. Fakat sizdeki Müslüman ikenini ifadelep verdiğin bir alamet. Şöyle alamet. 21 sanıki Peygamber şunlar dedi. Es-salatu imaduddin, femen akama fakat akameddin, ve men terka fakat edemeddin. De Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şunlar dedi. Namaz dinninki türüdür. Yani namaz dinning türüdür deganga, yani namazın özü bir adamniki imanını, yani İslam'ını bunda tutup turgan narsa deydi. Kandaki türü, öğünün ve binanınki türüge, o öğüne ve binanın turduğu tutup çık etmesi tutup durdu. Onda o anki namaz şu adamniki vücudaki iman, yani dinin bağ ikenliğindeki tutup durgan narsa namaz. Namaz deydi. Kimi ki namazı okup turguzgan bolsa, cezmen o adam dinini turguzgan bolur. Nerede? Yüzün vücudunda. Adam, İslam dininin itikat kılgan adam ki deydi. Kimi ki o adamın özü namazı okumayı terk etken bolsa o adamın özü, dinini yıkıtkan bolur. Yani din yok bu adamın özüde. Şu namaz okumayan adam ne deyimiz ona? Bunu oturda muş ayı hadisab olgandan bu namaz okumağa adam özü kafir deymiz mi? Ya öldürürüz mü? Öldürmez mi degendikten ölüm alırmısın? Hep ölüm alırmısın? Otuzda muşta ayı muşta yedisi olgandan bunun ihtilaf var. Men muşta karşı zarga namaz okuyan kafir degen gap oldu. Lekin bu hadisi undaq degen bilen yine başka hadisin özüde ehli sünnet vel cemaat itikadıda bir adamniki muşundaq namazını okuyamay, okuyamay kılıp kalıdı, din iş ketmeydi. Ama okumasıkta resmi onu inkar kılıp, onu bilip durup okumay, resmi hakaret kılıp, neymiş şimdi de aşında kalmış din iş ketidi. Lekin o adam onu da res tercihken itikat kıldıkken, ama sus gitti. Ben okuyman depti o. Bu adam ne kıldı? Günah-ı kebir oldu. Bu adamın günah-ı kebir olan ki günah-ı kebirden büyük günah diyen ki eğer bu adam üzüm var dünya tövbe kılıp o dünya gidip kalsa Allah yüzünü kıldı. Eğer halisa azaplaydı, halis şu afu kıldı. Eğer azaplap kalsa uçağınızdan gözaktan məlum müddet çünkü vücudu iman boğandıkken məlum müddet okumağanlık cezasını uyat tatıp köyüp onu bir müddetlikin andık cennet güç çıkdı. Dep biz nim kılmayız onuğa el-sünnet vel cemaatın itikadı bu. Ama bayisin üstte bu tehdit, bu təqriz deyip tepkim kılıdı, atılıdı. Bu açta bolsun mu? Yeni bir hadis var. Yani bir Kur'an-ı Kerim'de hem şu dağdığıma ayet var. Bunu asasen biz adı degende müştahdim kılımız onuğa karayımız. Yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'daki temsil salavatın iftaradahunallahu Teala alel ibad. Yani 5 vakit namaz var.
Bunu Allah Teala bendelerine nima qildi? Farz qildi dedi. Farz qilgandiki mana Peygamber farz qildi dedi. Unda o'g'andikin bir adamiki chiroyli go'zal qilsa o adam shu 5 vaqt namozdan keyin tavritini va o adam o namozning o'zini o'z vaqtida o'qigan bo'lsa va o adam namozning rukudir komil mukammal qilsa, sajdalarini, xushularni namozniki komil mukammal qilsa, bo'ladi bu adam uchun Allohning ustiga bir ahd bo'ladi-ki, o adamning gunohi uchun mag'firat qilishga bir va'dasi bo'ladi. Cazmen Allah Teala bu adam günahını kıldı. Müştak kalmazsan, mağfiret çok kılıdı. Dep Peygamberimiz müştak dedi. Diyen dikit bu hadis karab ben iptarazahullahu diyen dikit maalesef asasen namazın persikliği için bu hadis sabit oldu. Yeni bir hadis yani Peygamber ki el farku beynel mu'mini vel kufri terk salat idi. Mu'min bilen kafirlik oturursa ki fark namazı okumazsın. Namaz okumagan olsa kafir oldu. Namaz okumaz ne dedim ayetin zahiri mana mu'min dedi. Unda o'zikin men mushunda o'zikin namoz o'qiganligim o'zi mana mush edisini bo'ladi. Bundaq ig'ir darajaga kelib qoldik, ya'ni demak namoz o'qish nima bu yerda farzga. Uni o'qimasa shu qat'iy bo'lmaydi ekan degan gapni chiqadi. Endi bu edisinki zohiri qarab zodim. Ahli zohir, ahli takfir, xavarij devatgan guruhlar var, guruh azg'un firqalar. Bu firqalarimiz mushundaq oyat ham mushundaq edisini tutib Muşdak kılmağa adam üzerine kafir, murtad deydiğen muştak bir firqa. Bulaniki kördüğen nimesi fakat bir yani kördü. Yin bir yerdik ayet, yin bir yerdik ayetini karamay, tatkik kılış, fikir kılış, oyunu seliştiriş deydiğen nimiçu yok. Bu tarihin bu yankı gelgen nime o? Bu kalık bu bir havariş yani. Bu muştak bir mehluklar. Bu da İnsani bulup bu İslam dünyasına okşamayan şekilde her devrede acayip ziyanlıklar ip gelgen. Mene hazır bu dünyanın üzüdümü, hazır hem de muş havarişlerini ehli tekfir olan zahir, muş edenlerin üzü İslam dünyasına okşamayan şekilde her yıl muşunda ziyanlıkçı ip geldi. Bu nime? Muşunda havariş, itikataş, yedisi birini tutuyorlar, bir ayetin birisi tutuyorlar, onun in birisi konulmay, mamurta, akapır, adinden çıkıdı. Endi namozniki farz ekanligini Qur'on va sunnat bilan farz bo'ldi degan to'q bu ikkisini qildi hozir tugdi. Endi uning uchinchisi bor. Ammo ijmo ummat. Ummatniki birlik kelish bilan farz bo'ldi deydi. Bu yerda hozir deganimizda ummat degan kim? Ummat degan payg'ambar alayhisolatu vasallamga iymon etgan butun insonlar nim bo'lamdi, mayli ahli ilm bo'lamdi, mayli er bo'lamdi, ayol, cho'ng kishi bo'lamdi. Müslüman ümmet olur. Hem de mayadaki ümmetin icmai degen gap, şu ümmetin içindeki çıkan ümmet digişlik şunu vekillik kıldıgan, şunu idare kıldıgan, şununki dini ve dünyavi işlerin, dünyavi ve ahiret işini o adam yeteklep depberdigan ehli ilmi değil. Ehli il ve iktin ibaret olan müştehit derecelik Allah'ınki birlik kilişi değil. Nima o birliklishi? Ama unudan başka adam birliklishi hech kim u ilm bo'lmay o'qimaydi. Bu yerdagi ijmo ummat degan mushuncha irada qilamiz. Hamda ijmo ummat dedi. Nimish qolsa, chunki payg'ambar bunda dedi. Jazman birlik kelgan bo'ladi, o birlik kelgan bo'ldi bu ummat. Payg'ambar alayhisalom zamonida tortib, mana nimaga payg'ambar alayhisalom zamonida tortib kunimizgachilik 5 vaqt namozniki farz ekanligidan hech qanday bir odam ne inkar kılmazken ve onun için talak tartış kılmazken. Hem adam ehli sünnet ve cemaat içi çıkan müştehit derecelik kattı alimler her millet halkının içidikken bu hemzi peygamber aleyhisselam zamanında günümüzü gerçek hiç kanlı bir adam yok onu talaş tartış kılmay onu yok bulmaydı hiç kanlı bir adam yok. Hemimiz birlik gelgen nime o mesele. Şuna bununki üzerinin olduğu icma oldu. Yine birlik gelgen meseleninki dünya kişine ait ters. Lekin muş namaz kılgan birlik kılgan bir iş oldu değil. Hem de Müslümanlarınki icma nime? Hüccet. Nime o? Hüccet. Hüccet oğandiken bu da icma kandiken bu namazı farz kılgan nime? Çatak yok. Nimiş kan? Nimiş hüccet deyimiz? Çünkü Peygamber aleyhisselam şuna dedi. Peygamber sözünü çaktı ki la tectemiyu ümmeti ele dalaleti dedi. Meninki ümmetim azgınlıki üstüge çok birlikçi kemmeydu dedi. Bu ümmetim kavun yani bu ümmetim diyen gap
Yani bu yerde resmi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yolunu tutkan, ondaki sahabinin, ondaki tabi'in ve tabi tabi'nin yolunu tutup, meni muşu ehl-i sünnet ve cemaatniki itikadı turup, şu bu için mağan kişilerniki nimsi oludu, ümmet oludu. Bu yerdeki ümmet, hakkının üstündeki ümmet olan bula murat. Onda olurken, buniki gayri olan Şia, Havariş, Mutezil, Hüseyri, yani Düzeyri, İsmailiye, Ahmediye divatkan ve zamanımızdaki yeniden peyda vatkan işte pırkılar. Bu pırkıların üzeri bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam mensup olan ümmetçi emas. Nimska, ular Peygamber Aleyhisselatü Vesselam epkegen ümmetki nim kılmaydı, ular unumaydı. Ular kanda kıldığına, ular olsa şey olsa bizdeki Seyyid Bukhari Seyyid unumaydı. Onunki ayrı bir kitabı var. Şunu da Havari, onun başka Mu'tezile, Ahmediye, İsmailiye, biz uqvatqa Seyyid Buxariyga ama yetsin üzge bir sahabinin man unmaydı. Unmay yüz bir vasıtada Kur'an'a işendik deb, Kur'an'da anlayıp kıldık, yüz bir imanını açık toqıtpa, onda bir kitaplık oldu. Onda oğan ki, bayadı ki, menin ummetim degendekin, man mensup, menin yolumu manğan, meniki ashabının yolu manğan, muşunda kişilerin üzü zalaletki kem bir yelçük kemmey dedi. Onda oğan ki, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanını tatip, günümüz hikayesi, bugün tüm ümmetin hemmisi namazınki pers ikkenligini ittifak kipti, birlik kipti. Unda o anki bununki degenimizken o doğruyken şu bu nime hüccet. Men namaz nime için pers oldu desek biz muşu icma ümmetin cehdi pers deyimiz. Anda o anki hüccet olgandı ki bu şunun için nime deyimiz namazını pers şu deymi. Şundan men muşu yukarıdaki okulgan ayet yediz. Muşu gep söz arkalık namazdaki nait muhim ikkenligini kıldık bir yerde bulduk. Bilgendiki de mukaddim oldu. Endi namazniki ina şunak kuş bulmaydı. Onunki aldıda bir kançı nimeler var. Şartlar kıldığa bir nazkara var. Onu inşallah şu deyimiz resmi namaz nime. Tarihi şu toxtuldu. Ve ahir da'vana elhamdülillahi Rabbil alemin.